Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Bugun adresda 3.0 oylik saralash ko'rib o'tamiz. Bir uchidan ozgina farqlanadigan joylari bor. Yaxshigina farqlanadigan joylari ham bor. Ko'rib o'tamiz shularni. Hop, zarplata kadr bo'limiga birinchi o'rinda qiladigan ishimiz albatta xodimning kelgan-kelmagan kunlarini kiritish bo'ladi. Tabel. Hop, bizda tabel bor, mana hujjatimiz bor o'zi. Yanvarda 18 kun ishlagan ekan o'sha ish uchun. Hop, 18 kun ishlaganini adres ham kirgizamiz. Buning uchun Sazzat bosiladi. Hop, Mrs. Kireli oy tanlanadi. 2023-yilni yanvar oyi uchun qilyapmiz biz. Bu yerga oyning oxiri yoziladi, 31/03. Daniyaza tegishli emisiz. Ya'ni joy rayoni hammasi uchun bir hisoblaymiz. Undan keyin zapolit tugmasini bossak, mana Sardor degan ishimiz kelib chiqadi, yanvar 24. Endi 24 kun ishlaganda turibdi. Biz ishlagan kunlarni mana kiritganmiz. Lekin tabel haqiqiy tabelga qaraydigan bo'lsak 18 kun ishlagan ekan. Buni misol mana bu kunni o'chirib turib OK bosadigan bo'lsak, xuddi o'sha eski adresiga o'xshab xato beradi. Mana to'g'rilab qo'y deyapti. Bunda sal boshqaroq. Shuning uchun ichiga kirib Fn F4 orqali yoki F4 orqali ichiga kirib kerakli bo'lgan belgini kiritish kerak bo'ladi. Yafka ishga kelgan degani. Kechqurun ishlagan degani, bayram kuni ish bo'lgani uchun ishga kelmagan degani. Bizga shunchaki kelmagan bo'lishi kerak. Buning uchun Pragulni tanlaymiz. Pragul deb qo'ysak bo'ldi. Xuddi shunaqa Pragul qilib hop 18 kunni chizish kerak bo'ladi. Mana. Endi mana 18 kun bo'ldi. Va Pragul qilgan kunlari 6 kun. Ya'ni kelmagan kunlari 6 kun bo'lyapti. Mana shunaqa qilib kirgizamiz. Shunchaki o'chirib OK bosadigan bo'lsak xato beradi. Yaxshi, tushunarlik. Full tabel ekan. Proveskiy zakretni bosamiz. Mana tabel bor. Endi keyingi ishim yana zarplata kadr bo'limiga kirib nachисление qilish bo'ladi. Nachисление zarplataga bosaman. Sazzat. Bu yerda 31/01/23 oyning oxiri kiritiladi. Qaysi oy uchun oy hisoblayapman? 2023-yilning yanvari uchun. Hop, keyin zapolit tugmasi bosiladi. Podrazdelение tanlab qo'ymaydi. Agar bitta podrazdelение tanlab qo'ysak, faqat o'sha bo'lim uchun oylik hisoblaydi. Misol bizda продажda ham, AOPda ham ishi bor. Продажda tanlab zapolit bo'ladigan bo'lsa, faqat продажda ishlariga oylik hisoblab qo'yadi. Shuning uchun podrazdelение tanlash kerak emas. Va mana ishim kelib chiqdi. 18 kun ishlagani uchun 6 million oylik edi, 4,5 million oylik chiqdi. O'shanga qarab 12% NDFL, 12% ijtimoiy soliq solayveryapti. 4,5 ming so'm IPS solayveryapti. Bo'ldi. Hop, bunga men proveskiy zakretni bosaman. Narigi adresdan farqli ravishda ikkita reglament qilinmaydi. Reglament va reglament 2 qilinmaydi va shu bilan bo'ldi. Demak, tabel va nachислениyadan oylik hisoblanar ekan. Отчетga kirib, оборотный saldo видимость ko'radigan bo'lsak, mana o'sha oylik chiqdi. 94 grammizda rahbar bo'lgani uchun oylik kelib chiqdi. Mana 67 tonimizda 4,5 million so'm oylik, 520 ming so'm olib qolgan daromad solig'i va 3,913 ming to'lashim kerak bo'lgan pul chiqyapti. Hop, 64 daromad solig'imizda 520 ming so'm oylik, 4,5 ming so'm IPS. Ijtimoiy solig'imizda mana 520 ming so'm chiqyapti. IPSimizda 4,5 ming so'm. IPS summasi chiqyapti.